Assalamu alaykum mama. Ben geldim. Qandarak ahvalınız? Yaxşı oturupsizmi? Va alaykum assalom qizim. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingizchi harmay, charchamay kepsizmi jinim qizim? Mama yaxshi, Allohga shukr. Mama, bugun muallim bizga bizning Uyg'urlarning ichidan chiqqan botir shaxs Temur Xalifa haqida so'zlab berdi. Men bakli ta'sirlandim. Temur Xalifa haqida texmi chonqur ma'lumotlarga erishgan bor. Uning hayoti qanday o'tgan? Nimishqa tarix betlarga uning ismi yozilgan va biz nimishqa bugungacha uni yod etamiz? Keling qizim, yenimga kelib o'tiring. Temur Xalifa haqida to'xtalmoqchi bo'lsak, bu hikoya xeyli uzun va yurakni yerib o'tdi jinim qizim. Buningdan 150 yillar burun Turpan shahrining ma'lum bir odat ishlamchi oilasida Temur ismli bir o'g'il dunyoga kelgan ekan. U sizga o'xshash, to'limi aqlli va ziyrak ekan. U vaqtlarda insonlar qori Qur'on, diniy bilimlarni ko'p olganlarni shundoq e'tiborlaydi ekan. Şoň Temurning dadisi o'g'lining azizlanib, e'tiborlanish uchun uni diniy bilimlarni o'rgansin deb 6 yoshida madrasaga beribdi. Ammo u vaqtlar podshohlar xalqqa og'ir zulm va alvan siliqlarni sağganlıqdan Temur o'qishdan to'xtashga majbur bo'libdi. Muallim bizga Temur Xalifa aslida Temur Yog'ochchi deb ataladi. Keyin xalqqa bosh bo'lib isyon ko'targanligi uchun xalq uni xalif qilib tayinlagan degan edi. To'g'ri qizim. Temur madrasadan ayrilgandan keyin ota-bobolarimizning o'g'il bolaga 70 xil hunar ozlik qiladi deganidek dadisi Temurni yog'ochchilikqa beribdi. U to'lim ziyrak bo'lg'achqa qisqa vaqt ichida yog'ochchilikni nihoyat baland o'rganibdi. Şu xalq ichida Temur yog'ochchi deb atalishga boshlabdi. Temurning do'kkani bozor ichida bo'lganlikdan u podshoh va vanglarning xalq sağgan zulmiga, xalqning azoblariga, unsiz isyonlarga shohid bo'lib, yuragi laxta bo'lib ketibdi. Temur Xalifa yog'ochchilik o'rganayotgan vaqtlarda bir qo'zg'olon yuz beribdi. Bu qo'zg'olonda shu vaqtdagi vang Shah Maqsudning cheriklari miltiq qurol yaroqlar bilan, lekin bizning bechora xalqimiz faqat yog'och, tosh to'qmoq bilan ekan. Qo'lida qurol yaroqning sunug'i bo'lmagan xalqimiz jinin tikib qo'yib ilgirlabdi. Xalqni eng bechora, eng xo'r his qildigan ish bo'lsa, Shah Maqsudning orda ravqov chiqib xalqqa kelishmamsa, qo'lingda qurolning sunug'i yo'q, texi men qarshi chiqmoqchima? Sendeklarni agar xohlasam, bir buyruq bilan qeyrib tugita alayman. Qeyni ko'rib baqay. Ha qasanning jini bu zulmga qanchalik birlashib bera oladi ekan. Nadan xalq degandek ularga qarab masxara aralash kulishlar ekan. Bu xo'rliqqa, bu alamga, bu masxaraga chidamagan xalq barliq kuchi bilan ilgirlashga boshlabdi. Lekin Shah Maqsudning odamlari o'qlarni texim yog'dirishga boshlabdi. Nurg'un xalq o'zini o'limga tutib beribdi. Yana ba'zi xalqlar ilojsizlikdan qochishga majbur bo'libdi. Shunchalik patparaqchilik bo'lib ketibdi-ki, kichik bolalar va qarilar qochib ulgurmay yiqilibdi, dastilibdi. Bu qo'zg'olonga boshchilik qilganlar Jallod Shah Maqsud tarafidan o'ldirilib, kallasini xalq ibrat olsin, singan dinini yesin degandek maydonga isib qo'yibdi. Temur Xalifa xalqning uchragan xo'rliqlariga, ezilishlariga chidamay o'rnidan turib,
Zalim Şamaqsutqa qarshi kuch to'plab, xalqim deydigan o't yuraklarni yushurun yig'ishqa boshlabdi. Mama, Şamaqsut degan kim o? Şu vaqtdagi podshohmi? Hujjatmi bir o'z xalqiga zulm qildigan shoh ekan-ku. Şamaqsut shu zamonlardagi 9-avlod Qumulvang ekan-ku qizim. Bu qanxo'r taxtda o'tirgan yillar xalqning eng xo'rlangan, eng zulm chekkan va eng qiynalgan davrlar ekan. Şamaqsutning razil va rahimsizligidan xalqni o'zi xohlagancha, kim ko'ziga sat ko'rinsa, kim haq so'zlasa, kim uning adolatsizligiga qarshi chiqsa, shuni o'ltirdi ekan. Zindonga tashlaydi ekan, ko'zdan yo'qotish uchun boshqa yerlarga palov ekan. Xalqning bir tal nini bo'lsa, shu ninining 3dan 2,5 qismini zo'rliq bilan musodir qildi ekan. Bu qanxo'rning zulmidan bechora xalqimiz zar-zar yig'lab, kunning nurini to'liq ko'rib boqmagan ekan. Shuni yodingizda cho'ng tuting, jinim qizim. Şamaqsut xalqni xotirjam bir nafas olib qo'ymay boqqan, zolim, sotqin, yaloqchi va haromzada bir vang ekan. Uning xalqimizga qilgan zulmlarini hargiz unutib qolmasligimiz kerak, jinim qizim. Temur xalifa o'tirg'a chiqqandan keyin xalq xotirjam yashashga boshlabdi. Temur xalifa va to'plangan jasur yigitlari o'z kuchini shundoq ko'rsatibdiki, Şamaqsut qurol yarog'lar bilan bu azmatlarimizning qilin titirtalmabdi. Shundoq qilib, Temur xalifa va yigitlar ko'payib, texnik tushunishga boshlabdi. Bu jasur yigitlar orasida ikki qo'rqmas go'zal qizlarimiz bor edi. Ular men ayol kishi, ojiz demasdan nozik qo'llariga yo'g'on qurollarni ilib, yurtim, mahallam, azod, hurlik deb bu qadamni besishga rozi bo'libdi. Mama, siz davomli vatanimizni, vatanda begunoh turmalarda yetib, qiyin qistoqlarga duch kelayotgan qarindoshlarimizni, qillasi Xitoy kofirlar tarafidan yuyilib ketgan xalqimizni, ana, dada, qiynasan deb nola qilayotgan mendek sabiylarni, ah bolam, ah jinim bolalarim deb to'xtamay ko'z yosh qilayotgan sizdek bu mo'minlarimizni, ota-onalarimizni qutqizishimiz kerak deydingiz-ku. Menmi bu ikki ajoyib qahramonlardek vatanimizni qutqizishga qatnashaman. Aqlli qizim, inshaalloh bir kun keladi, hammamiz cho'qim qo'limizga qurol olamiz. İnşallah mama, axir qandoq bo'pti? Temur xalifalar kuchlangandan keyin Şamaqsut o'z ajalining yaqinlab kelganligidan qo'rqib, Xitoy Yanzingshingdan yordam talab qildi. Yanzingshing degan kim ekan to'qmama? Yanzingshing bu Xitoy razil, rahimsiz, hiylagar, samonning ostidan suv yurtadigan qov odam o'ldirish shoyi ekan. Bu Xitoy temur xalqimiz va uning qo'zg'olonchilarini hiyla mikrlari, siliq gaplar bilan aldab, o'rimchak keltirib o'ltirgan makkor ekan. Bu hiylagar tulka 17 yil atalmish Shinjongni, ya'ni vatanimiz Sharq Turkistonni idora qilgan ekan. Yanzingshing to'xini donni aldaydi, kishini gap deb temur xalqlarni qurol yaroqsiz bir taraf qilish hiylasini o'ylab chiqibdi. Yanzingshing hiylagarlikda tulkidan ishib tushadigan bo'lg'achqa, shundoq bir hiyla tepibdiki, temur xalifa bu hiylaning naq ustiga dasabdi. U hiylagar musulmonlarning dinidan foydalansa, taqvo temur xalifaning shu zamon qopqonga tushadiganini bilib, ham Uyg'urcha biladigan, ham dindan xabar bor bir tungani chaqirib, temur xalifani yana kelishga qoyil qilish uchun ish qilibdi. Temur xalifa yanimga kasla qolgan ishlar to'limasan. Bizga bosh egmay qarshi chiqqanning oqibatini obdan ko'rsatib qo'yaman. Bu haqga o'zining go'shini o'zining miyda qo'rish usulidan boshqasi bekarda. Ha deb bu tunganni yo'lga solibdi. Mama, bu tungan kim bo'ldi?
U rostla Temur xalifani tutib beramo? Bu Tunganның ismi Li Shufu ekan qizim. Kimning bizga nima ish qilishini hargiz bilib bo'lolmaymiz, jinim qizim. Li Shufu Uyg'ur tilini suvdek bildigan, Turpanda tug'ilgan Tungan ekan. U dinni, shariatni xil obdonla bildigan. U Tulki Yangzingshingning yalaqtisi, xoin, diniy munofiq va sotqin ekan. Mal'un Li Shufu puxrachi yosinib Temur xalifaning yiniga kelibdi. U diniy bilimini ishga silib, islom mo'tavalari qiyofida kiryapti-da, Temur xalifa uyga kirishi bilan takbir aytib, Qur'on Karim o'qib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadislarining ma'nosini yeshib, naql keltirib, Xitoy Yangzingshingning avatgan xatini o'qishga boshlabdi. Bu xatda Temur xalifani Urumchi kelishga taklif qilganligi, alohida unvon berganligi, xalqning ustidagi zulmni ko'tarib o'tganligi aytilgan ekan. Diniy munofiq Li Shufu bu xatdan keyin bir oyat o'qib, duo qo'l ko'tarib, yana takbir boshlabdi. İslam qoidamiz bo'yicha Temur xalifa takbirga qo'shilibdi va duo qo'l ko'taribdi. Temur xalifaning duoga tan qo'l ko'tarishi ma'qullik berganligini ifodalab qo'yibdi. Temur xalifa Urumchiga berish bormaslikqa aniq qaror bergicha, Li Shufu Temur xalifaning yonida bir necha kun qolib qolibdi. Temur xalifa bilan birga qolgan vaqtlarda o'zini nihoyat taqvo, durust, rostchil ko'rsatishga tirishibdi. Hatto kechalar qopib namoz o'qibdi, Qur'on o'qibdi, sahar turib shahidlarimizning qabrisini ziyorat qilibdi. Li Shufuning bu qilganlari Temur xalifaga xilil ta'sir ko'rsatibdi. Temur xalifa Urumchiga berishda oxirgi qarorini berolmay, ikkilanib turgan chog'da munofiq Tungan Li Shufu Temurning taqvodorligidan foydalanib, uni bir qarorga keltirish uchun muqaddas kitobimiz bo'lgan Qur'on Karimdan foydalanibdi. U bu muqaddas kitobimiz Qur'on Karimga qo'lini qo'yib turib, Yangzingshingning Temur xalqini chaqirtishda yomon niyati yo'q deb qasam qilibdi. Taqvo Temur xalifa bu mal'unning qasamiga ishinib, 200 dan ortiq yigitlari, uningdan boshqa tarjimoni Said Tungchi bilan Urumchi safariga tayyorlik qilib, yo'lga chiqibdi. Afsus qizim, Temur bu safar bilan yurtidan mangulik xo'shlashini xayolig'im keltirmabdi. Temur hiylagar Yangzingshingning hiniga berib, xili bir vaqtgacha mehmon patisida o'tibdi. Bir kun mehmon bo'pti, 2 kun mehmon bo'pti. 3-chi kundan boshlab Yangzingshing chinlarini taraqlashga boshlabdi. U Temur bilan yigitlarning qurollarini yig'ib, Temurni nazorat ostiga elib olibdi. Qarang qizim, dushmanlarning hiyli mikriga yo'lvoz tog'siz qopdi, Temur qurolsiz. Temur oxir dushmanning hiylisini bilib, Qumulga qaytib ketishning yo'lini izlab, yigitlar bilan qaytishni planlabdi. Dushman har vaqt ishongandan chiqar deb Temurning dindishi, yurtdishi, tarjimoni Said Tungchi Temurga sotqinlik qilib, Yangzingshing tarafga o'tib ketibdi. Bütün Uyg'urlar unutolmaydigan, xalqlarning yarasiga yara qatgan, umid ishonchlarini yo'qotgan bu qor kun oxiri yetib kelibdi. Hayotini xalqning adolati uchun, xalqning tangligi uchun, xalqning xotirjamligi uchun, xalqning erkinligi uchun atagan xalqimiz Temur ularni hurlikka, erkinlikka, ozodlikqa erishtirolmay turib, Xitoy Yangzingshingning buyrug'i bilan o'ltirilibdi. O'z ichidan chiqqan milliy munofiq, sotqin Said Tungchi sababidan yo'lboshchimiz, qondishimiz, xalqim deb ko'krak kirib o'tirg'a chiqqan qo'rqmas boturimiz, erkinlik bayrog'imizni egiz ko'taradigan, dushmanlarni qo'rqitib, dir titirtalgan xalifamizdan mana shundaqla ayrilib qoldik. Temurni o'ltirgani azdab, uning sabdoshlarini yurtga qaytarib o'tish bahonasi bilan qaytish yo'lida to'zaqqa tushirib etishga boshlabdi. Etibdi. Qahramonlarimizning
bir nimsa qo'ymabdi. Dushman hatto etish bilan to'xtamay, izin yo'qchi uchun ularni ko'mishga boshlabdi. Bu talvlaj qirishda shundoq bir mo'jiza yuz beribdiki, Tömürning yaqin sapdoshlaridan birdan-bir ansari hayot qopdi. Shundoq qilib, xalq umid yulduzini yo'qotibdi. Yuraklari qisos o'tida kuyib, ko'zlari qonlar bilan to'libdi. Ah, kesilgan boshlar, daryo oqqan qonlar. Ah, xo'rlangan xalqlar, ezilgan yuraklar. Ah, chorasiz qolgan xalqimiz, xo'rlangan millatimiz. Ah, ko'krak kirgan boturlarimiz, armon bilan ketgan xalifalarimiz. Biz ularni unutmasligimiz va unuttirmasligimiz kerak, jinim qizim. Ko'nglimizni yerim qilmaylik ama bir millat uchun xo'rsindi illat uning jasoratsizligi, saxta iftixor va uning bekor talabligi bizning millatdagi jasoratini va iftixorini yo'qotmadi. Inshaalloh yo'qotmaydi va bundan keyin millatimizdan sonsizlagan temir xalifalar yetishib chiqadi inshaalloh.